bu videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishingni tavsiya qilamiz. Bu video murojaatimiz barcha o'zbekistonliklar uchun. Ortimda turgan furani ko'rib turibsizlar, yo'nib kul bo'lgan. Ichida Rossiyaga ketgan yuklar ham bo'lgan, yukdan asar ham qolmagan. Hozir biz Vodiy Toshkent yo'nalishida Qamchiq dovonida, ya'ni Pervaldamiz, qadrdonlar. Tormozi ishlamagan sababli fura jarliqqa tushib, ko'rib turibsizlar holatini, juda ham achinarli holat. Shopirlari yaxshi ham mashinadan sakrab qolishgan, xullas shopirlari ko'mada yotishgan, ahvollari juda ham og'ir. Qo'ldan kelganicha bu videoni tarqatib berishinglarni sizlardan iltimos qilib qolamiz, qadrdonlar. Hozir onaxonlari ham shu yerdalar. Onaxonlarning oldilariga boramiz. Aytishinglar mumkin, bu furachi yana undan tikilib oladi deyishinglar mumkin. Yo'q, qadrdonlar. Bu shofyor akamlarning onalari bo'ladilar. Shofyor akamlar uylarini yarmidan ko'pini sotib, endi o'zbek tilida sodda qilib tushuntirganda ajdaniyaga bu furani xarid qilgan ekanlar. Lekin hozirda boshlariga shunaqa musibat tushdi. Bular shunaqa yaxshi inson ekan, bizga minglab odamlar aloqaga chiqib, shunaqa yordam bermasani bo'lmaydi, biz ham poddeskadamiz deb mana shu yerga olib kelishdi. O'zi o'g'lingiz holatlari yaxshimi onaxon? Assalomu alaykum O'zbekiston aholisi. Hech kim yo'lga chiqib shu kunga tushay demaydi. O'g'lim shu mehnat qilib meni boqaman, bola chaqasini boqaman deb umid bilan yo'lga chiqdi. Bu mashinani ham yarmi qarz, yarmini to'langan. Yo'lga chiqib mana shu baxtsiz voqeaga duchor bo'ldi. Meni boquvchim shu, qiynalgan oilaman, yetim bola, otasi yo'q. 4 voyaga yetmagan bolasi bor. Sizlardan iltimos qilar edim, menga yordam berishlaring. Hozir adashmasam ichidagi yukini ham nima qilib bo'lsa ham ichidagi yukini menga ham to'laysan deb aytishgan. deb turib olishdi. Men qayerdan to'layman, o'zim qiynalgan oilaman. Hozir men video oxirida shofyor akani yo'llarga borishga harakat qilaman. Toshkentda ro'yxatda yashar ekan. Ro'yxatdami? Hozir vaqt bo'lsa Toshkentga ham borib, akani holatlarini ko'rsataman. 4 bolalari bor ekan. Mana karta nomerlari, mana o'zlarining telefon nomerlari, o'zingni ham bemalol telefon qilib bog'lansani bo'ladi. Barcha o'zbekistonliklardan xudo xolasa yordam kutib qolamiz. Hech kimni boshiga bunaqa kunlar tushmasin. Endi bu ham Allohning sinovi. Qadrdonlar, shofyor akamizni uylariga keldik. Rostdan ham ahvol umuman chatoq, daji ko'rib turibsizlar. Eshik ham o'rnamagan. Hozir kiramiz. Ichkaridagi holatni ham bitta ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Shofyor akamizni yo'llariga yetib keldik. Bu yerda holatni ko'rdik, haqiqatan ham juda ayanchli. Bitta hovlida pasti 1 sotoklik hovli, bitta xona, bitta tualet bor. Daji uyga kirishda darvozaligacha o'rnamagan. Bu uy oldin katta bo'lgan, shu ro'zg'or tebratish maqsadida onani duo olib, bolalarimni katta qilaman degan niyatda shu uylarini yarmini sotib, o'zbekcha qilib gapirganda nesiyaga fura olganlar, 15 ming, 20 ming dollar berib turib, qolganini uzib olishga olganlar. Afsuski, boshlarida shunaqa ish bor ekan, ozgina muammoli bo'lib qoldi. Ojona yig'lamay, Xudo xolasa bizni ko'rib turganlar, barcha o'zbek xalqi qo'lidan kelganicha 5 ming, 10 ming, 20 mingmi Alloh qodir qilganicha inshaalloh mushkulingizni oson qilishadi. Bizni obunachilar bitta duo qilib qo'ysangiz, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi. Duo qilib qo'yamiz. Allohim elimizni, yurtimizni panohida asrasin. Jamiki yurgan shopirlarni ham Alloh panohida asrasin. Men bolamni boshiga tushgan mushkul hech kimni boshiga tushmasin. Umrlaringni Alloh ziyoda qilsin. Bola chaqalaringga bosh bo'linglar. Elimizni, yurtimizni Alloh tinch qilsin. Dunyo turguncha. Allohu akbar. Qadrdonlar, bu videoni barcha gruppalarga, barcha yaqinlarga iltimos qilib qolamiz, yetkazishinglarni. Hammaga rahmat.